Toshkent viloyati Qibray tumani Yonariq qishlog'i, Yonariq mahalla fuqaro yig'iniga kirib kelamiz. Mana Ekologiya partiyasi boshlig'i Avloqul akam, Xudoyqul mana assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizmi? Salom alaykum. Bularni faxriy yorliq bilan assalomu kelyaptilar. Bismillahirrohmanirrohim. Kirib kelyaptilar. Assalomu alaykum. Hurmatli assalomu. Rahmat, assalomu alaykum. Ko'chayotgan ekansizlar yenganaqaga? Voy, baraka toping. Yaxshi qilamiz aka, sog'-salomat, charchamasdan. Tinch kelamasdan, salomat, yaxshimi? Yaxshi kelyapsizlarmi? Charchamasdan. Rahmat, o'zingizlar salomat. Keling. Bir duo qiling. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Qani duo qilib o'zingiz, shunday qilib. Qani, siz yurtimiz tinch bo'lsin, avvalambor mahallamizga ko'z tegmasin, yurtimiz obod bo'lsin, qo'rqqan ihsonlarimiz dargohida qabul qilsin. Shunday xolos. Yaxshilik, salomatlik bo'lsin, birligimiz yo'qolmasin. Alloh akbar. Allah. Rahmat, barak toping. Xizmatni qilishdan charchaman aka. Rahmat. Hokimimizga ham katta rahmat. Mana shuncha kuyib yonib, shuncha raqobat qilishda tinmay ishlab turibdi. To'g'ri. Mana shuni sizga ham mana ancha ekologiya xizmatlarimiz ko'p bo'lib turibdi. Mana sizga ham biz Qibray tuman ekologiya partiyasi nomidan, rahbariyat nomidan katta bir tashakkurnoma olib keldik akajon. Mana sizga mana yuzga qilingan ishlaringiz, mana yashil tabiatni uchun birlashaylik yili munosabati bilan sizga mana shu Qibray tuman ekologiya partiyasi rahbariyati nomidan mana sizga tashakkurnoma. E'tiboringiz uchun katta rahmat aka. Yashil mahallani obod qilish yo'lida yoshlarimizni, mahalla ahlini ekologik madaniyatni oshirish, mana ko'chalarni toza tutish, uylarni oldin toza tutish bo'yicha aka hormay, tonmay qilayotgan ishlaringizni mana inobatga olib, mana sizga oddiygina bo'lsa ham kamtarangina bir sovg'achamizni berdik akajon. Mana bu ham mana sizga aka. Bu katta e'tibor aka. Rahmat. Bu shaxsan men uchun menga emas, bu mana shu jamoa a'zolarimizga, bundan buyon ham mahallamizga, yurtimizga, xalqimizga rahmat aka. Xizmat qilamiz. Siz bilan birgalikda xizmat qilamiz aka. E'tiboringiz uchun rahmat aka. Bundan keyin ham ishlaringizga omad aka. Rahmat aka, rahmat. Shu ekologiya sohasida tinmay harakatlaringizni to'xtatmang aka. Bu ekologiya hozir butun yer yuzida katta global muammo. Hali o'zimiz tumanimizga ko'z tegmasin. Hamma tumanimiz obod, daraxtlar ko'p, suvlarimiz ko'p. Mana Xudoga shukr, mana yaxshi yil keldi, mana ko'ryapsiz. Yog'ingarchiliklar ko'p bo'ldi akajon. Bu ham elimizda, xalqimizda, yurtimizga, mahallamizga ko'z tegmasin. akajon. Yurtimiz tinch bo'lsin. Xuddi Sizga ham e'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Sog' salomat kuningiz. Umrzoq, sizga akajon salomat bo'ling. Biz Qibray tumanining ham deputatisiz, ham ekologiya partiyasining raisisiz. Avloqul aka, familiyalari Xudoyqul. Rahmat sizga avvalambor. Juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Men ko'rib turibman, mana bloger bo'lsam ham Allohga gapiraman, siz ishlar juda katta. Paxtin ukamiz ham mana ertaga Paxtin shu yerga Oqsoqol yaqinda bo'ldilar. Toza juda rioya qilyapti. Tepadan Rustam aka, Tursunovga ham mana qildingiz. Xo'p, Taraqiyda Shavkatga ham, Ulug'bekga, mana bu yerga prezidentimizning yilgi nomi ham mana sizlarning yillaringiz keldi. Mana mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili munosabati bilan mana bizlar doim sizlar bilan hamkorlikda, e'tiborda ishlab kelamiz. E'tiboringizga rahmat uchun. Salomat bo'ling. Yana baraka rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat.